Yusuf Turoniydan bolam. Yusuf Turoniydan. Assalomu alaykum dada. Seni salomiga alik olgani ham Allohdan hijolat bo'laman o'g'lim. Axir siz o'lgandingiz-ku. Kim o'lgan? Men tirikman, men o'lmaganman. Biz o'lmaganmiz. Sizlar o'lgansizlar. Sizlar o'lgansizlar. Tug'ilganingda niyat qilib Hazrati Yusuf alayhissalomga o'xshasin deb ismingni tegma u harom narsanga. Ol qo'lingni bitirganda. Yaxshi niyat bilan Yusuf deb nom qo'ygan edim. Yusuf alayhissalomdek go'zal xulqli, yaxshi odam bo'lsin deb. Sana qara ahvolingni. Har kuni ichasan, har kuni kayfda, maishatda kimni bolasi ekanligini, kimni avlodi ekanligini esingdan chiqarib qo'yding bolajonim. Qabrimda azob berib tashlading-ku bu qo'rqgan ishlaring bilan. Xudodan qo'rqmaysanmi Allohdan? O'g'lingdan ayrilding, o'g'lingni Alloh olib qo'ydi. Bitta shu bolang becharaga nogironda mehr berdingmi nogiron bolangga? Faqat azob berding. Xotiningni urasan, bukirasan, bolalaringga zulm qilasan, zinoga borasan, harom harijdan hazar qilmaysan. Bilmadim, otni bolasi ham eshak bo'lib qolar ekan. Bilmas ekan, hayot ekan bu Yusuf. Ol qo'lingni bolam, ol. Kechiring dada. Siz tiriklarni qilayotgan amallaringiz biz marhumlarning ruhiga ko'rsatib qo'yiladi. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Ya'ni qabrlarida ota-onaning ruhiga farzandlarini qilayotgan amali ko'rsatib qo'yilar ekan. Agar yaxshi bo'lib yurgan bo'lsalaring, ibodatda toza odam bo'lib yurgan bo'lsalaring, bizning ruhimiz qabrda rohatlanib, yonimizdagilar oldida faxrlanamiz. Mana bolam, mani tashlab kelgan bolam, mani chirog'imni yoqib, menga rahmat eshitilyapti, la'nat eshitilmayapti deb xursand bo'lamiz. Buni teskarisi bo'lsa-chi, gunoh balchig'iga burninggacha botib yemagan axlating qomiy, harom bilan halolni farqiga bormay yurgan bo'lsang, shunda ham bechora biz ota-onaning ruhi senlarni haqqingga duo qilar ekanmiz. Ey Alloh, shu ahvolida bolamni jonini olib qo'ymagin deb. Shunda ham duo qilar ekanmiz. Yusuf bolam, senga nasihatim, hali ham bo'lsa qayt. To'g'ri yo'lingga qayt bolam. Bilaman senda kuchli iroda bor, meni zurriyotimsan. Albatta to'g'ri yo'lga qaytasan bolam. Allohdan duo qilaman o'g'lim, jon bolam, siroti mustaqimga qaytgin. Nogiron marhum o'g'lingdan xavotir olma. U biz bilan birga taylaridan tiniq anhorlar oqib turgan jannatda, jannat gulzorida o'g'ling sayr qilib yuribdi. Qiyomatda Allohning huzuriga borganingda yaxshi inson bo'lib borsang, o'g'ling sana inshaalloh jannatning 8 darvozasini xohlaganidan olib kirib ketadi inshaalloh bo'lam. Allohning yo'liga qayt, halol bo'l, halol bo'lgin doim seni sevar Xudoyim bo'lam. Alvido o'g'lim. Dada kechiring. Mendan rozi bo'ling dada. Boshqa ichmayman.